Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Senkoman va bu Minecraft, ammo biz bugun modli Minecraft o'ynaymiz, ya'ni Java Edition'da o'ynaymiz. Do'stlar, video boshlashdan oldin videoga like bosish va kanalga obuna bo'lib qolish esdan ko'p o'tmasa men videoni boshladim. Do'stlar, yana bitta hammaga salom. Bugun do'stlar biz sizlar bilan men yaratgan kichkinagina svorkacha survival qilamiz. Votta. Hali men mana unga qarab просто так wow. Va do'stlar, Senko, bu videoni boshimi? Nimaga videoni boshlasang bunaqa aslahalar bor, bunday narsalar bor deyishingiz mumkin. Sizlarga bu savolni tushuntirib beraman. Do'stlar, bu videoni aslida bosh emas. Men bu videoni taxminan bir 5-6 daqiqa oldin aslida boshlagan edim, lekin videoga olmabdi. Ko'rinib turgan narsalarni esa mana bu inshootdan oldim, lekin u yer afsuski anchagina xavfli joy ekan. Xudo xohlasa do'stlar, men u joyga keyinroq qaytib kelaman. Hozir esa ketdik. Bo'layotganda do'stlar, bu kichkinagina svorkacha FPS normalniy modlar anchagina ko'p, uncha ko'p emas, lekin telefonda kayf qilib bemalol o'ynasa bo'ladi. Xo'sh, mayli. Unda birinchi avval do'stlar men backpack yasab olishim kerak. Tirik qolish uchun albatta. Va endi baza qurish uchun topishim kerak, chunki do'stlar bu yer aniq baza qurishga bo'lmaydi. Ko'raylikchi, yaqinda bironta baza qurishga normalroq joy bormi? Hozir ozgina qotyapti. Xo'sh. Yo'q, yaqin orada baza qurishga normal joy mavjud emas. Afsus, biroz afsuslanamiz. Nima ham berdik? Bo'ldi. Unda mashtaga olib yo'l olaman. Mashtaga uy qurib olsam bo'ladi. Savonaga yaxshi. Mana daqtgacha bu yoqda biom modini qo'shganman. Xo'sh, endi 10 ta zombi terisi, 10 ta zombi terisi nima qilaman? Zo'r joyda spawn bo'libman. Fikrimdan qaytdim. Boya spawnda 0 ekan, hozir esa do'stlar fikrimdan qaytdim. Spawnim ajoyib. Kakras o'zi kerak edilaringda. Kecha bo'ldi. Bittasi tayyor. Yana bittasini shu yoqda ko'rdim. Ha, topdim. Bo'ldi. Ko'raylikchi, yaqin orada yana birontasi yo'qmi? Yana bitta bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shu tarafda bor deyapti-ku ana. Hozircha bironta ham qo'y uchramayapti. Xo'sh. Gullarni olib ketish kerak. Xo'sh, men qo'ylarni tezda topishim kerak. Oppa, nima bor? Yaqin orada bironta qo'y yo'qmi? Qo'y kalla. Bilash. Kutamiz, gullar kerak bo'ladi. Mana shu yerda moblar bor deyapti xarita. Ha, hakikaten dengiz. Dengizda suv moblari bor. Kon. Kerak emas. Xo'sh, tarafga boraylikchi. Balki bu tarafda bunday yaxshiroq mob chiqib qolar. Balki chiqar, balki chiqmas. Yo'q. Oppa, bitta qo'yni topish shuncha qiyinmi? To'xta. O'zimga qo'y qidirib yuribman. Menda bilad. Ba'zida shunaqa ahmoqligim ketadi. Mana sherst tayyor. Oppa, bitta shunga qo'y qidirib yuribman. Bilad, aqlimni deyarli do'stlar. Qolmasdan iloji yo'q. Kallamga qo'yil. Mana bo'ldi. O'zi tunam tushyapti. Qani atrofda biroz aylanaylikchi bu yerda. Qayerga uy qurib olsam bo'ladi? Endi do'stlar, men shu yerda uy quraman, shu joyga. Xo'sh. Mana shu yaxshi fikr.
Do'stlar, bu yerga men fanglatib o'zimga kichkina g'orcha ochib tashladim. Chunki menga tezda hozir tun tushmasdan oldin uy va kravat yasab olishim kerak edi. Va endi hozir uxlab boraman. Endi tong otishini kutish kerak. Abbat, qachon endi bu tongga o'tarkan? Yaxshi, tong otdi. Tepaga chiqamiz. Yaxshi, menimcha birinchi tunni yaxshi o'tkazib oldik do'stlarim. Do'stlar, agar video yoqsa videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Va biz esa bu serialimizni davom ettiramiz. Yaxshi. Yaxshi, bu narsani o'ylab qolsa do'stlar, bu yer uy qurish uchun mushkul emas ekan. Va bu yerda ko'mir bor ekan-ku. Yaxshi, buni olamiz. Ko'mir. Yaxshi, eng kerakli hudud hozir holatimda. O'zi do'stlar, bunaqa modli nimalarda ko'mir eng kerakli hudud. Bu aytganda do'stlar, bu modli Minecraft, oddiy Minecraft emas. Men do'stlar bu kartaga bir 20 dan ortiq modlar qo'shganman. Va to'g'ri do'stlar, bu safir yoki shunga o'xshagan ataman, safir, kray shunaqa mod popkalar darajasida emas, u darajasiga menimcha yaqin ham kela olmaydi. Lekin buni ham o'ziga xos gashti bor. Agar sizda kuchli kompyuter bo'lmasa, agar telefonda o'ynash uchun biron bir mod papka kerak bo'lsa, menimcha bu eng yaxshisi. Men yaratgan mod papka. Xo'sh, buni bu chetga olib qo'yamiz. Tezroq backpack yasashim kerak. Narsalar tiqilib qoldi, la'nati. Tezroq backpack yasab olishim lozim. Xo'sh. Ko'raylikchi. Mana shu yo'lga yo'lamiz. Nimalar bor ekan? Hali ham backpack yasashga kerak bo'lgan narsalarni topa olmayapman. Mana shu yerda qo'ylarni ko'rsatyapti. Qora cho'chqa? Ayyo, rahmat. U ot, chakakras otdan charm tushadi, to'g'rimi? Ha, tushadi. Yaxshi. Ke. Ana, bitta charm tayyor. Yaxshi. Xo'sh, o'zi backpack yasashga nechta charm kerak? Xo'sh, backpack topish kerak. Topdim. Xo'sh, mana u 4 ta charm, bitta sandiq va 4 ip. To'xtab, xo'sh, unda buni bunday qilamiz va tayyor. To'xtab, menimcha menda hamma narsa bor. Hoppa, bitta bir dona charm yetishmayapti backpack yasashga. Xo'sh, demak yana bitta. What the? Qoch kerak bittadan tinchgina. Bu yana nima bo'ldi? Albatta bu moddiy Minecraft iloji bo'yicha ehtiyot bo'lgan yaxshi. Ko'rmayaptimi? Yo'q. Oppo, tezroq pechga yasashim kerak deb. O'zimga tezroq baza qilishga yaxshiroq joy tanlashim kerak edi. Tezroq pechga qilishim. Bo'ldi, qarorim qat'iy, qayerda baza qursam bo'lar ekan. Savanna yo'lni uncha yoqtirmayman, lekin hozircha boshqa savannadan boshqa menga yaxshiroq. Menimcha do'stlar, birinchi topgan joyim baza qurish uchun eng mukammal joy edi. Xo'sh. Mayli, shu yerda o'qiraman bazani. Yaxshi ko'ngil olib ketaman, bu yerdan baza qurish bilan.
Haliyam ba'zi o'sha joy topamadim, tanlolmadim. Yo do'stlar, men Kaizo CapCut olam kabi do'stlar, ba'zan qurishga joy tanlab, butun boshli videoni o'tkazib yuborish niyatim yo'q. Tezroq joy topish kerak. Yo do'stlar, chindan men butun boshli videoni ba'zan qurish uchun joy qidirib o'tkazib yuborish niyatim yo'q. Qayerda qursam bo'larkan uy? Hoppa, yana o'sha bitta rasm. Mana shu taraflarga kelmasligim kerak ekan. Mana shu taraflar nerealniy ekan, bilet. Ochlik effektini berdi, bilet. Qo'sh. Bo'ldi. Mana bu yerga qo'yaman. Mana shu yerga shunaqasi yer ostiga ketgan baza quraman, короче. Mana bunday qilamiz va bitta temir olib, buni bunday qilamiz. Ajoyib, tayyor. Mana shu yerdan ba'zan mana shu yerdan kelaman. Do'stlar, endi men mexanizmlar uchun joy ochyapman. To'xtanglar. Bu baza qurishga necha joy ekan? Hozir miyam gurdi. Bu joy baza qurishga sal necha ekan. Nima uchun do'stlar? Chunki qaranglar, men hali bu yerda mexanizmlar o'rnatishim kerak. Ularni tepada yurish qilish qiyin masala ekan mexanizmlar uchun. Qisqasi, eng baza qurish uchun qulay joy mana shu yerda bazani quraman, короче. Tekislaymiz ozgina shu yerlarni. Mana shu yerdan yer ostiga kirib ketadi ba'zan. Do'stlar, ko'rdingizdek, men baza qurishga chuqur kirishib ketdim. Pastga qazib, mashqqa yetgandan so'ng atrofda yetarlicha katta ocha boshladim, toki inventarimdagi slot tugamaguncha. La'nati. Iloj endi sandiq yasashimga to'g'ri keladi. Buncha navbat esa menga versak kerak. Xo'sh, mana joy versak kerak desan tashuvni sulsonni. Versakni mana shu yerga qo'yaman. Ajoyib. Xo'sh, menda yetarlicha yog'och bor va endi sandiq yasasam bo'ladi. To'xtanglar. Do'stlar, menda yetarlicha nima deylardi? Birdan bo'lsa temir deb birdaniga temir sandiq yasab olamiz. Ajoyib. Buni qo'yamiz. Mana qo'sh. Yaxshi. Endi temir sandiqni bo'lsa joyini almashtiraman joyini. Bo'ldi. Shu klaviatura ham ochib joyiga tegdi. Buni bu yerga qo'yamiz. Mana hammasini o'tkazamiz. Tayyor. Inventar nihoyat bo'shadi. Qo'sh, mana buni bu yerga olamiz. Bitta bu yerda qolsin. Kerak emas. Boltamni qaytar. Kerak emas. Yo'q, toshni qaytarib olamiz. Temirni qaytarib olish kerak. Mana bo'ldi. Endi esa bir ish qilamiz hozir. Buni bunday qilib, men chinobatda buni bunday qilamiz. Ketidan yana bitta bunday qilamiz. Shu ishni yana bir marta takrorlab olaman. Qo'yli, do'stlar. Temir xuddi bir dunyo temir tugamaydigan odamga o'xshab ikkita temir pechga sadim. O'zimga qo'yil. Bir emas. Ikkita temirli nima deyiladi? Pechga so'rgan yo'laymi? Mayli. Xo'sh, bu yerda go'sht bo'lishi kerak. Ko'mir. Va koper qani? Farqi pishiraveramiz albatta. Do'stlar, meni bir fojiali xabar bilan men mana bu bazani qurish uchun videoni pauza qo'ygandim, lekin do'stlar, pauzani chiqarish esimdan chiqib ketibdi. Va shuncha ish qildim va sizlar buni ko'rmay qolib ketdinglar. Meni kechiringlar, men o'ta afsusdaman. Mana ajoyib. Qarshi do'stlar, men nima qildim? Mana ko'rdingiz, mana ikkita narsani qo'ydim.
Endi do'stlar, men qilgan asosiy narsa hozir tepaga chiqamiz. Mana bu bo'ldi. Ya'ni Twinning Force'ga ketadigan portal bo'ldi. Boshqa joyda ko'p e'tiborga arzigulik ish qilganim yo'q. Lekin baribir uzr so'rayman sizlarga bu narsalarni ko'rsata olmaganim uchun. Do'stlar, yana bir marta so'rayman, agar video shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, unda videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar do'stlar, mana shu video 50 ta like qilsa, men qanday qilib bu launcherda, ya'ni bunday kompyuterli Minecraftga unga qanday qilib mod qo'shganim siz do'stlar video darslik chiqarib boshlayman. Xuddi mana shu Solid Launcher haqida. Ya'ni do'stlar, bu Pojo Launcher emas, bu Solid Launcher degan boshqa turdagi bir launcher. Va aynan shu launcherdan qanday foydalanishlarini sizlarga tushuntirib beraman. Xo'sh, mana. Yo'q, xato qildim. Mana buni olamiz. Mana tayyor. Bu yerga bitta bunday qilib ajoyib buni yasadim. Bu yerga yana bitta kirka yasaymiz hozir. Chunki do'stlar, mana g'orni qurayotgan paytim kirkam deyarli sinaydi. Shuning uchun do'stlar boshqa kirka yasashga qaror qildim. Ana xo'sh, ana tayyor. Yangi kirka. Xo'sh, buni bu yerga qo'yamiz. Bular kerak bo'lmaydi. Mana bu kerak. Bo'ldi, ajoyib. Menimcha do'stlar, endi to'ppa-to'g'ri Twinningga qarab yo'l olsam bo'ladi. Ovqatim bor, oziq-ovqatim bor. Agar Twinningdan omadim kelsa, u yerda backpack uchun oxirgi charmni olishim mumkin. O'laga. Twinning Force. Har doimgidek o'sha qorong'u muhit. Shu muhitni yaxshi ko'raman-da. Ozgina qo'yib, qanaqa tarqalan aytishni do'stlar, bu tarqalangan zona ekan. Ya'ni do'stlar, men bu zonaga boshqa darajam yo'q. Mana bu zonaga kirsam do'stlar urinib ketadi. Hozir bu zona bu taraf mening tarafim emas. Oho. Buncha qorong'u bu yer. Odatda bu juda qorong'u bo'lmasdi. To'xtang, bu yerni belgilab qo'yishim kerak. Shu bilan do'stlar, bu yerga qaytib kelishim kerak hali. Tushunadi do'stlar. Bu yerda lichni qasri bor ekan-ku. Aytdim nimaga bunaqa deb. Mayli, farqi yo'q. Mana ish. Mana bunday qilamiz. Bunday qilib. Bu yoqqa portal. Okey. Mana pordan bo'ladi. Por degan tag'in do'stlar, mayli. Bo'ldi, tayyor. For deb yozildi. Xo'sh, menimcha do'stlar, Twinni nima qilishimni hamma biladi. Men bu yerda do'stlar g'or qidirishim kerak. Bunaqa g'or emas. Kon topishim lozim. Ko'raylikchi, bu yaqin orada biron turda kon ko'rinyaptimi? Hozircha bironta ham kon ko'rmayapman, lekin yaqin orada uchratib qolaman. Endi do'stlar, men bu yerda tepalik topishim kerak. Agar tepalik topsam, shu bilan men to'ppa-to'g'ri konga qarab yursam bo'ladi. Xo'sh. Ko'raylikchi, bu yerda bunday tepalik yo'qmikan yaqin orada. Xo'sh, xayta yuzlanishga to'g'ri keladi. Yo'q, birindan tepalik yo'q. Mana bu yerga borish kerak. O'sha tarafga borsak, balki men tepalik chop qolar. Xo'sh. Do'stlar, meni yana bir gap, bu serverdan men o'zimga qanaqadir maqsad qo'yishimga qaror qildim. Chunki do'stlar, bemaqsad o'ynash menimcha bo'lmaydi. Qanday maqsad bilan o'ynasam, menimcha server qiziqarliroq bo'ladi deb o'yladim. Va qanday maqsad qo'ydim? Ikkita maqsad qo'yganman. Birinchisi to'laqonli mexanizmni to'laqonli kuchaygan mexanizmni to'laqonli hamma narsasini yasab chiqish bo'lsa, ikkinchisi do'stlar, Twinningdagi hamma bosslarni urish. Bu tarafga bora olmayman do'stlar, chunki boya aytgandek, u tarafga ham meni levelim to'g'ri kelmaydi. Ya'ni men bosslarni urib keyingi boss oldiga borishim uchun, u yoqqa borish uchun menga boshqa bosslarni urishim kerak. Birinchi Naga uriladi, keyin Lich uriladi. Shunday ketaveradi va bu boss mening degan boss mazasiski, ya'ni joy emas. Qani shu tarafdan ko'ramiz aylanib. Mana bu yerda Nagani joyi bor ekan-ku. Belgilab ketishim kerak do'stlar, chunki Nagani urgan hali kelaman. Kelajakda Nagani urgan hali kelishim mumkin. Ko'raylikchi. Mana do'stlar, bu birinchi bossning joyi Naganiki.
Bu yerni belgilab ketaman shu bilan do'stlar. Kelaman dedi. Hali mana shu yerda belgi qo'yamiz. Mana shu yerda belgi qo'ysak. Mana bunday mana boss deb qo'y. Boss 1 deb qo'yamiz. Boss 1. Mana bu birinchi boss degani. Sahranit. Bo'ldi, tayyor. Birinchi boss shunday qilib sahranit qilindi. Keyinroq sal kuchaygandan so'ng nagani oldiga kelaman. Xo'sh. Mana shu daftarga qarab yuraveramiz. Kim bilsin, odamlar balki uchatib qolarman kerakli narsani. Tepalikni. Men bu tepalik topishim kerak do'stlar, chunki biladiganlar biladi, tepalikda Twiningni tepaliklarida unda katta konlar bo'ladi. O'sha konlarda do'stlar asosiy mining qilinadi. Xo'sh. La'nati jetpackim ham yo'q. Xo'sh, hozir bir joyda qorin g'amini yeb olaman, kichkina. Ajoyib. Sal kuchaygandan keyin do'stlar, ana qaroqchilar bazasiga ham qaytmoqchiman. U yerda ham qilgan ishlarimiz ko'p. U yerda ham ancha loot olsam bo'ladi. Lekin hozir men sal kuchayganimdan so'ng o'sha avtomatlar yasab jetpack bilan avtomatlarni hal qilgandan so'ng u yerga borsam bo'ladi menimcha bemalol. Hozir urganim bilan ko'mir olib ketish kerak bo'ladi. Bu o'smiymi? O'smi? O'yir. Yaxshi, bitta bo'lsa men endi o'smi kiygaman. Yaxshi bo'lsa, chunki o'smi nima deyiladi, mexanizmda eng kerakli ruda hisoblanadi. Do'stlar, men mod topganni yaratishdan oldin bu modlar haqida juda ko'p o'rgandim, chunki do'stlar, videoda tormozdan qo'shish istadim. Qaysi mod qanaqa vazifa bajarishini bilmaydigan tormozlash istamadim. Shuning uchun modlar haqida iloji boricha ma'lumot to'pladim. Xo'sh, mayli. La'nati, ana bo'ldi. Ajoyib. Rahmat bratim, ancha mana narsani olib ketaman do'stlar. Chunki do'stlar, uyimga qo'yib qo'ysam deklarativ blok bo'lib qoladi. Turib turadi uyimda ozgina deklaratsiya beradi. Abbo, yana qotdi. Ozgina kutamiz. O'zi do'stlar, yaxshi-ku, lekin ba'zi mana shunday qotib turadigan odatlar bor. Shunisi yomon. Ha, mayli. Ketdim. Abbo. Yaqin o'rta. Mana shu yong'in qovuzani oldiga ketsam, qotyapti menga bor-ku. Ko'raylik xaritani. Balki yaqin o'rta bordir. Motokon. Yo'q, hali ham ko'rmayapti hech narsa. Stop. Bilaman, sizlar shunday zo'r videoni like bosmasdan va bez obuna kuzatasiz. Mana sizga imkon videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki do'stlar, bizda 9.1% obuna bo'lmasdan kuzatilgan, atigi 0.9% odam obuna bo'lib kuzatar ekan. Ko'pchilik do'stlar bu juda ayanchli natijaga erishib, obuna bo'lib kuzatilgan son 20% qilib qo'yaylik. Shuning uchun do'stlar, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying va biz videoni davom etamiz. Va topdim. Voh, nihoyat uzoq va mashaqqatli qiyinchiliklardan so'ng nihoyat topdim. Mana shu narsa do'stlar. Aynan mana shu joyda do'stlar qo'llar bo'ladi. Uzoq va mashaqqatli yurishlardan so'ng do'stlar nihoyat men Twinning konini topdim. Bu yerni topish qancha qiynaldim biladi. Mayli. Hozir mana shu yerdan qaziymiz. Mana o'sha ko'l ichida vashchi ko'p maxluqlarni ham ko'rsatyapti, monstrlarni. O'zi daraxtim yo'q ekan menda. Unda mana shu yerda mana daraxt chopamiz. Ajoyib, endi mana shu yerga belgi qo'yamiz birinchi navbatda, ikkinchi. Belgi. Deb belgi qo'yamiz. Ok. Tepada yotib hamma yetadi. Sahranit. Bo'ldi, tayyor.
yana qotyapti mayli. Yana bir narsa esdan chiqibdi. Mana uni maydalaymiz daraxtni birinchi navbatda. Ajoyib. Endi mana bunday qilib ozgina kutamiz. Hoppa, nimaga endi hozir shuncha qotyapti pidaras? Ko'mirni bu yoqqa, buni mana bu yoqqa, mana 1 2 3. Mana sizlar yo'g'i men g'or chiqquncha qazishni davom ettirdim. To'g'risi g'or chiqishim qiyin yo'ldagi barib chiqdi. Aytganim do'stlar, Twiningni koni ochak. Bu уже как раз o'zi oldimda restoran bor ekan bu. Omad. Ketib ketdim. Do'stlar, hozir kulishnimi yoki yig'lashni bilmayapman, to'g'risi aytaman. Twiningga keldim, shunday konga bordim va o'ldim. Bля, bunga kulish kerakmi? O'zi FPS nechi? Osh 10 FPS, 0 FPS, FPS 6 FPS. Do'stlar, hozir kulish kerakmi, yig'lash kerakmi bilmayapman. Chunki shunday Twiningga bordim, shunday konga chiqdim va shunday o'ldim. Bu просто так. G'alati-da. Mayli do'stlar, menimcha men buguncha yetadi. Video shu joyda to'xtaydi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video qolgan bo'lsa ertaga chiqadi. Mayli do'stlar, hammaga xayr. Mayli, unda bo'pti.